Assalomu alaykum fayzli Tunikafon jamoasini kuzatib boruvchi aziz vatandoshlar. Yana bir fayzli xonadonimizni Tunikafon ishlarini Andijon viloyati Asaka shahrida qilib berganmiz. Bu xonadonimizni to'liq ma'lumotlarni sizlarga nech puldan qilib berganmiz, qayerlarni qilib berganmiz, hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar, biz sizlarga ma'lumotlarni berishni boshladik bo'lsa. Xo'p do'stlar, bu xonadonimizga umumiy 126 kvadratli sarf qilganmiz. Darvozaxonasini, tashqari shapka, ichkari tomon shapkalarni go'zal holatda qilib berganmiz. Agar bizning ishimiz yoqsa, kommentariyada fikringizni qoldirib, albatta like tugmachasini bosib qo'ysanglar, biz xursand bo'lib qolamiz do'stlar. Xo'p, bu obyektimizga rekasi, samarezi, tunikasi, usta xizmati, yo'l kirasigacha xonadon egasi hech narsaga ovora bo'lmagan holatida 140 ming so'mdan qilib berganmiz. 140 ming so'mning ichida mana shu aytgan umumiy hamma xarajati bizning hisobimizdan bo'lgan. Bu xonadonimizga 19 million so'mga chekasidagi milliy gullari, mana shu ko'rib turgan chekasidagi milliy gullarni ham chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Xo'p, bizning xizmatimiz Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Agar sizga ham mana shunaqangi xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu ekranimizda turgan nomerlarga aloqaga chiqsanglar, biz sizning xonadoningizga yetib boramiz. Dizayn fasonlarini kelishilgan holda tanlab, sizga bir 300-400 xil dizayn fasonimizni ko'rsatamiz, joyingizga maslahatlashib, yarashadiganini tanlab, chiroyli qilib ishingizni bitirib beramiz. Hozir aka, Xudo xohlasa, ishingizni bizga bemalol ishni topshirsangiz, sizga mana shunaqangi video ma'lumotlarni, agar siz chetda turib bizga zakaz beradigan bo'lsangiz ham, sizga video ma'lumotlarni yuborib turamiz, ko'rib, ishimiz qanaqa sifatda ketyapti, qanaqa holatda bo'lyapti, hammasini siz o'zingiz to'liqonli ko'rib tursangiz bo'ladi. Xo'p, biz sizdan talab qiladigan narsamiz, bizdan 30-40 kilometr uzoqlikda bo'ladigan bo'lsangiz, undan yuqorisida bo'ladigan bo'lsangiz, yotoq bilan ta'minlaysiz va pitaniya bilan ta'minlaysiz. Agar biz yaqin o'rtada territoriyamizda bo'ladigan bo'lsangiz, bir mahal obed berasiz va pulini sanaysiz, ishingiz bitadi hoji aka. Uyingizdagilarda hojonani, hojotani ovora qilmasdan, bozorga yo'g'ir issiqda sarson qilmasdan ishingizni oson holatda bitirib beramiz. Siz faqat pul sanaysiz, ishingiz bitadi. Sizdan nima qilinadi? Agar mana shunaqangi chekasidagi ko'rib turganingizdek chiroqlar qo'yiladigan, qo'shimcha chiroqlar bo'ladigan bo'lsa, chiroqlarni olib berasiz. Ularni sizga bonus sifatida tekinga, qaydlariga nechta deydigan bo'lsangiz, hammasini chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Hozir aka bemalol murojaat qilsangiz, inshaalloh sizni xonadoningizni go'zal holatda qilib bitkazib beramiz. Keyingi obyektimiz sizni xonadoningiz bo'lishligi mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.